Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti pedagogika fakulteti maktab ish ta'lim kafedrasi psixologiya fani o'qituvchisi Shaymardan va Nargiza Mahmanazarova. Bugungi psixologiya fanida o'tadigan mavzumiz shaxsning motivatsion sohasi. Mavzu bo'yicha rejalarimiz bilan tanishib olamiz. Birinchi rejamiz motiv va motivatsiya haqida umumiy tushuncha. Shaxs motivatsiya sohasining iyerarxik tuzilishi, shaxs motivatsiyasining xilma-xilligi. Insonning qobiliyati bevosita motivlashgan mexanizmlar bilan uzib bog'liq bo'lib, ularning muhitini belgilaydi va dinamik ma'naviy ta'sir etish munosabatini o'zida aks ettiradi. Endi motivatsiya o'zi nima? Motivatsiya so'zi nima ma'noni beradi? Motivatsiya deganda nimani tushunamiz? Hozir bu haqida gaplashib olamiz. Motivatsiya tushunchasi, ya'ni motiv tushunchasidan kengroq ma'no va mazmunga ega bo'lgan nima hodisa deb tushunishimiz mumkin. Motiv aniqroq tushuncha bo'lib, u shaxsdagi u yoki bu xulq-atvorga nisbatan turgan moyillik, hozirlikni nazarda tutadi. Jahon psixologiyasi fanining mushohadalariga asoslanib fikr yuritadigan bo'lsak, motivlarni quyidagi turkumlarga ajratish mumkin. Quyidagi turkumlarga ajratib sanab o'tamiz. Birinchisi, shaxsning ijtimoiy ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan uning mohiyati, mezoni orqali o'lchanuvchi motivdir. Ya'ni shaxsning ijtimoiy ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'lchanadigan motivlar. Keyingisi bir necha nimaga bo'linadi? Dunyoqarashga taalluqli aloqador bo'lgan g'oyaviy motivlar. Ichki va tashqi siyosatga nisbatan munosabatni aks ettiruvchi shaxsiy pozitsiyani ifodalovchi siyosiy motivlar. Jamiyatning axloqiy normalari, prinsiplari, turmush tarzi, etno-psixologik xususiyatlariga asoslanuvchi axloqiy motivlar. Borliq go'zalligiga nisbatan ehtiyojlarga inekos etuvchi nafosat motivlari. Go'zallik motivlari deb tushunishimiz mumkin. Keyingisi vujudiy kelish, shartlanganlik manbai bo'yicha umumiylikka ega bo'lgan boshqaruv va boshqariluvchi xususiyatli motiv. Keyingisi nima qiladigansa, keng qamrovli ijtimoiy motivlar. Guruhiy, jamoaviy, hududiy umum boshqaruv motivlari, faoliyat tuzilishi motivi va tizimga yo'naltirilgan protsessual motivlar. Faoliyat mahsulini baholashga, maqsadga erishishga va erishishga mo'ljallangan rag'batlanuvchi, ya'ni rag'batlanuvchi mukofot motivlari hisoblanadi. Keyingisi faoliyat turlari motivini o'zida aks ettiruvchi motivlar. Keyingisi ijtimoiy, siyosiy voqelikni mujassamlashtiruvchi motivlar. Kasbiy tayyorgarlik va mahoratni o'zida namoyon etuvchi motivlar. O'qishga, bilishga, irodaga oid motivlar. Paydo bo'lish xususiyati, muddati, muhlati barqarorligi bilan umumiylikka ega bo'lgan motivlar. Doimiy uzluksiz longitude xususiyatli motivlar. Qisqa muddatli, bir lahzali, bir zumlik va soniyalik motivlar. Uzoq muddatli vaqt taqchilligidan ozod, xotirjam xatti-harakatlarni talab etuvchi motivlar. Vujudga keluvchi suratni boshqa bioquvvat bilan o'lchanuvchi motivlar. Kuchli, qudratli, ta'sir doirasidagi shijoatli motivlar. Paydo bo'lishi kechuvchi, o'rta sur'atli motivlar. Yuzaga kechuvchi, zaif, bo'sh, kuchsiz, beqaror motivlar. Faoliyatda, muomalada va xatti-harakatda vujudga kelish xususiyati, xislati va sifatini aks ettiruvchi motivlar. Aniq, yaqqol voqea bo'luvchi real motivlar. Zarurat, yuksak talab va ehtiyojlarda ifodalanuvchi ehtiyojlarda ifodalanuvchi dolzarb motivlar. Imkoniyat,
latent, yashirin xususiyatlarni o'zida mujassamlantiruvchi motivlar. Quyida biz hozir mana shu mavzumiz yuzasidan har xil motivlar haqida gaplashdik. Insonga ta'sir etuvchi, insonga tashqi tomondan ta'sir etuvchi, ichki tomondan ta'sir etuvchi har xil motiv turlari, motivatsion holat haqida gaplashdik. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi. Xayr.